22,5 ming dollarga 2 xonali kvartira. Qulog'ingiz yaxshi eshityaptimi shuni vaqtda do'stlar? 4-etajdan panelli center joyda joylashgan, bonusiga arrendator bilan birga kvartira sotilyapti do'stlar. Ya'ni shu kvartirani olib qo'ysangiz 1,5 million so'mga ijarachi turadi. Bemalol soqqani qilaverasiz xullas. 22,5 ming dollar deyapti uyda egalari do'stlar. Обязательно yaxshigina tushib beradigan joyi bor. Manzil Dehqon bozor tarafda, Bulun atrofida, Toshkent viloyati Angren shahrida. Do'stlar, bu yerda mana birinchi xonamiz. Balkonni ko'rsatmaymiz. 1,5 ga 3 akfa oynali. Bu yerda mana oshxonamiz. Atak ijarachilarni qo'ymay o'zim remont qilib yashayman desangiz, xullas, polni hamma narsa olib chiqib ketiladi. Ijarachi qo'ysangiz, agar 1,5 million so'mga qo'ysangiz bo'ladi. Bu tarafda mana hojatxonasi, bu yerda kiraverishi, bu yerda mana do'stlar ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi xonamiz, patologlar 2 ga 80 bo'ladi, lekin shart-sharoit plachevni yig'laydigan darajada. Agar hamma narsasini olib chiqib ketsa, ijarachilar tursa, chiroyli bir barakali, faizli xonadon. To'g'risini aytgan yaxshi baribir do'stlar. Batafsil ma'lumotni bilish uchun, uyda egasi bilan kelib baraka qilish uchun pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Uyda egalari faqat inshaalloh naqdga sotamiz deyishdi. 22,500 dollarga. Xullas, manzili ham, narxini ham pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib bilib olishimiz mumkin, lekin narxiga javob beraman, arziydigan kvartira, chunki uyda egalari bekardan bekar 24,5 ming dollarga olmaydi bu kvartirani. Obuna bo'lib, like bosib, kommentariyada fikrimizni yozib qoldiramiz.